Mana aziz vatandaşlar, ikinci reisimizga mana odamlar minishni boshladi. Mana bu birinchi reisimiz 348. Mana ikinci reisimiz mana 649. 3 ta reis bo'lyapti. 3 ta reis. Mana odamlarimiz uchun minishni boshladi. Hozir nasib bo'lsa yarim soatdan keyin chiqib ketiladi. Bu reysiy avtobus doim kechki vaqt 7:30 8:30da chiqib ketadi. Men o'zim ismim Jahongir. Mana o'zim doim ishlayman shu sohaga. Mana aziz vatandaşlar, birinchi avtobus chiqib ketdi. Mana birinchi avtobusdan keyin mana o'sha ikkinchi avtobusimiz mana yuk qo'yish boshlandi. Bunisi ham nasib etsa yarim soatda chiqib ketiladi. Bu ikkinchi reysimiz. Hozir bundan keyin soat 11 ga 3-reysimiz ham bo'ladi. Xo'sh, uzoqdan keladiganlar uspet qilib kela olmasanglar, karta raqam aytib qo'yamiz. Agar kartamizga pul o'tkazsalaringiz, bilet olib qo'yamiz. 50% ni to'laysizlar, 50% ni Sankt Peterburgdan uzoqdan keladigan yurtdoshlarimiz uchun avtovokzal Novoyasinskaya. Sankt Peterburgdan Obvodnoy kanaldan bilet olib, primoy mana shu avtovokzalimizga kelasizlar. Kelib turib 6-7 soat damni olasizlar. Mana shu O'zbekiston mashinasi keladi, biletni olib bemalol chiqib ketaverasizlar. 1,5 mingdan 1800 gacha avtobus Sankt Peterburgdan olib keladi shu yergacha.